Jonajon qopqog'ini muxlislari, bugun sizlar bilan 50 mingda hisobidan adashilgan Jiguli bilan tanishamiz. Gelikka o'rnatilmaydi bu narsa, lekin 07 da bor. Ko'rdinglarmi? Ana qarang, ishlashini idealligini qaranglar. Buni tishlab olishini sirasi. Bunaqa eski tipdagi mashinaga yaxshi ishlaydigan bagajni nastroyka qilib avtomatikani qilib qo'yishgan. Ko'rishingiz mumkin. Televizorni joylashtirishibdi, PlayStation o'rnatib qo'yishibdi, audio sistemani ham o'rnatishgan. İtalyanskiy mebeldan olib materiallarni obshivkaga tayyorlashgan. Bak перенос bo'lgan. Qaranglar. Buni o'rniga idealniy состояниеda mana chiroyli qilib dekorirованный pol qilishgan, Tony Montanani joylashtirishgan. Qaranglar, receiver qo'yilgan, nulovik turibdi, masla priyomniklar turibdi, mashinani sportga konkretno tayyorlangan, pauklar o'rnatilgan, прямоточный выхлоп. Даже qaranglar, avariyniy отключениялар turibdi batareyada. Akkumulyatorda ko'ryapsizlar, uzilish mumkin bemalol, предохранитель turibdi, hamma narsani idealga olib chiqib qilingan. Eng qizig'i, 10 ming dollar olib shunday mashinaga takka qo'yib qo'yganini ko'rganmisizlar? Bu mashina yagona va bunaqa hozircha yo'q. Nimaga? Bomba. Tiffany rang bor. Anatomiya, karbon, hamma narsa bor. Avtozvuk, klimat kontrol, xohlagan narsani qila olasan. Rolex yo'q. Gap yo'q lekin, gap yo'q. Agar Rolex bo'lganda makarat qo'yardim. Gap yo'q lekin. Perfeksionizm bo'lsa shunaqa bo'lsin.